Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ilhom aka, qandaysiz aka? Tuzukmisiz? Rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Aka, bezovta qilmadimmi sizni? Yo'q, bemalol aka. Ilhom aka, men Mansur aka. O, Mansurjon. Ha, akajon, ikkada to'yda bilmasdan aka 2000 so'm qistirib yubordim aka sizga. Dada biroz urushyapti aka, hozircha. Shu undi puli edi aka. Qaysi to'yda? Ilgari kun to'yda bo'ldi-ku. Ilgari kun to'yda bo'lmadimi? Qaysi kuni bo'ldingiz aka? Dadam uryapti meni. Qaysi kuni bo'ldi to'yda? Kechami? 3 kun bo'lyapti aka, 3 kun. Mansur aka, men borib aka sizga 500 TL qistirdim-ku, oqshimda. Yo'q, adashyapsiz-ku, bizga hech qanaqa 5 so'mlik qistirilgani yo'q-ku. Men 3 kun oldin to'yda emasdim-da. Siz boshqa Ilhomni aytyapsiz shekilli. Yo'q, aka, Ilhom Isroilovsiz, hali ona to'rasidan qo'shiq aytasiz-ku. Unaqa narsa bo'lgani yo'q, men bilaman-ku, kim qanaqa qistirganligini. Ilhom aka, ash pulni qaytarib bering aka. Uni olmasam bo'lmaydi. Vallahi turadi. Vaqtim olmay nima deyapsiz? Ilhom aka, bu вообще dadam urishyapti. Uni berish kerak uyga aka. Uy yo'q. Uni olish kerak aka. Ha? Uni olish kerak, un. Nima qilay, men uni berishim kerakmi sizga? Yo'q aka, bilmasam qistirib olibman-da jon aka, ash bo'ldi-chi. Nimani qistirasiz, nimani qistirasiz? Qaysi to'yda qistirasiz? Aytingki, qayerga boribman to'yga? Asab buzildi. Ilhomjon, assalomu alaykum. Ilhomjon. Alo. Assalomu alaykum. Siz sizmi? Ha, siz nishonda degan ko'rsatuvga nishonga tushdingiz. Xudo xolasa degan TikTokka qo'yamiz, xudo xolasa buni. O'zingiz TikTokdan kutib oling, xudo xolasa. Ilhomjon, ishlaringizga omad, xudo xolasa. Hamisha shunaqa inson bo'ling. Bo'ptimi Ilhomjon? Bo'pti. Mayli, ishlaringizga rivoj, Alloh yomonasiga jon.